hamma borib ishlashi mumkin. İşonaverishlar, aldash yo'q bu yerda. Pulingizni mana kecha ishladik, mana bugun oldik. Da, hammasi o'z vaqtida, to'g'rimi? Ish qiyin emas, to'g'rimi? Nima ishdan iborat? Yosh bolani ishi. Nima? Og'irligi bir 300 gramm bo'lsa kerak-a bular. Mana qog'ozchasini solyapmiz, korobkaga joylayapmiz. Bo'ldi, Ha, upakovka qiladi ekasiz. Интервью? Да, интервью, да. Телеканал. Yo'q, bu yerda Просто o'quvchi odam uchun qiyin. Aha, da, nochnoy, da. Ko'p uxlaydigan odam uchun qiyin. Da, bu yerda uxlamaydigan odamlar uchun xuddi bilinmasdan o'tib ketyapti. Ish yengil, yaxshi. Rahmat Zuhriddinga. Rahmat, boylik. Shu orqali ishga joylashyapti. Mana ko'rib turganingdek, musofirda ishni zo'ri bor. Rossiyaning Moskva shahrida 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklar uchun gruzchiklik va upakovщикlik vakansiyasi, smenalik, bezabyom, har hafta rashud, oyligi $1000 dan $2000 Nima deyapti? Video like qarsa, videoga bitta like bosamiz va videoni musofirda ish qidirib yurgan musofir akalarimizga tezda yuborib qo'yamiz. Demak, bugungi ishimiz Rossiyaning Moskva shahrida metro Azyorniyada mana hozirgi videoda ko'rganingdek, Skalat baza, katta ovqat mahsulotlari, salat mahsulotlari turadigan baza. Bu yerga salat tayyor mahsulot sifatida keladi. Sizlar buni shunchaki korobkalarga upakovka qilib, fasovka qilib jo'natib olishinglar kerak xolos. Ya'ni qaysidir magazinga nechtadir, yana qaysiga nechtadir. Xolos ish o'rgatiladi. Ishni glavniysi shu Moskva yoki oblast patent bo'lishi shart. Bez dokument olmaydi. Faqat ofitsialniy ish bo'ladi. Ishimiz den-noch 11 soat, ya'niki xohlagan den, xohlagan nochta ishlaydi. Bir hafta ishlaysiz, keyingi hafta oylik olasiz. Xo'p, smenasi 3400 dan yotoq registratsiya borib kelish forma bepul bo'lsa, agar yo'q, menda Zuhriddin yotog'im bor, qatnab ishlab kelaveraman, Moskvaning sentrida ekan degan bo'lsangiz, unda sizga 3400 emas, 3800 rubl kuniga yoziladi. Ya'ni 400 rubl bonus sifatida sizga yana har kunlik qo'shib beriladi. Chunki siz yotoqda yotmaysiz, registratsiyani qildirmaysiz. Agar o'sha yotoq registratsiyasi bilan keladigan bo'lsalar, bemalol smenasiga 3400, bu ham 102 ming rubl oylik, hozirgi kunda $1200 ga to'g'ri keladi. Xo'p, agar mana shu skalatda, mana shu bazada yaxshi ishlab o'zingizni ko'rsatsangiz, bundan ortiq zo'r skalati bor. Albatta o'sha joyga olib boradi, qachonki o'zingizni yaxshi ko'rsatsangiz. Shuning uchun gazini bosib ishlanglar. Mana shu joyda maza qilib ko'karasizlar, chunki ishonchli ruskiy firma puliga aldamaydi. Albatta, kimga mana shu ishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamdagi hozir aloqaga chiqib, videoni tezroq tarqalish uchun kommentda ko'proq o'z fikrlaringizni yozib, like'larni gumburlatib, qizartirib qo'yasizlar degan umiddaman.